Assalamualaikum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 20 mart, Xudo xolasa hayit kuni hammani hayit ayyom bilan tabriklayman. Bahorning boshlanishi, bahor bayramlari bilan tabriklayman. Shu munosabat bilan sizlarga Xudo xolasa bir chiroyli eshiklarni obzor etib, chiroyli skidkalarni qo'yib beramiz. Videoni oxirigacha ko'ring, like bosib, podpiska bo'lib qo'ying. Xudo xolasa yetik. Bu eshiklarimizni aynalı variant, burukchilikliyiz. Nijveykalari hamma narsasi chiroyli ishlangan. Orqa tarafda mikrofon, bellarni shisha solib beramiz, ikki kat steklo bo'ladi. Eshiklarimiz izolyatsiya qilingan. Shumkalari bor. Orqa tarafda mikrofon. Bu eshigimizning qalinligi 8 sm. Eshigimiz zamoqlari ham yaxshi, so'rachilikda ishlangan. Ochib qo'yishni ko'ramiz. Dugalar ham bor. Dugalarni hurmatli kuzatuvchilar, skidga etib ichida qo'yib beramiz. Besplatli bo'ladi. Quloqlardan plastikli yaxshi quloqlardan bo'ladi 3 ta. Endi so'nggi eshigimiz bu 220 120 lik eshik bu. Bu eshiklarimiz ham burukchilik yaxshi variantda ishlangan. Atari bu budjetli variantda холодный etib ishlab ko'ramiz. Ikki taraf ham bir xil kraska sapiladi. Bu zabora quriladigan eshiklardan bu. Bularni mikrofoni, ichini steklovati, arkasidan yetadigan mehnatimiz hisoblanib, ruvojlari minus bo'ladi. Bular ham shu холодный variantda ko'rishingiz mumkin. Arka tarafi gruntrovkadan chiqib turibdi. Xolasa mikrofon yutib beramiz, bo'lmasa bir xil kraska etib, arkasidan ham kraska sapib beramiz. Dugalar ham asosiyna uzilib, pishirilib, taxlangan. İşlerimiz sifatini görüşünüz mümkün. Xalasan smoky, xalasan şokolad hammasidan sapib beramiz. Xalasan ağ zakazchikimizga izine qarab, uyni dizaynına qarab, tashqi ko'rinishini qarab moslab ishlab beramiz. Har doimgidek aytib o'taman, plastikli yaxshi narsalarda ishlanadi. Ustun milli framogalari, noshitlar 15 sm-lik 3 polosa nijveka bosiladi. Ham eshigimiz yana shunday variantda ishlanib turibdi. Klientimiz o'zi keladi, ko'radi, sevsa, xolasa gruntrovkasini, xolasa shumkasini ko'rsatib, shu ustunda ishlab beramiz. Bularni shumkaga qarab turibdi. Klientimiz aytsa, shumka bosib beramiz, mikrofon urib bersa, mikrofon urib beramiz. Bular hozir tashqarida quriladigan variantda bitib turibdi. Mana o'zgaradigan bo'lsa, arkasidan mikrofon urib beramiz. Do'stlar, sizlarga ham shunday xohlasanizlar, o'zgartirishlar mumkin. Dizaynini, framogalarni, koronalarni, dugalarni, xalasangiz nijvekalarni o'zingiz moslab, joyingizni tashqi ko'rinishi, fasadlarni moslashda ishlab beramiz. Bu yerda hammasi burukchilik, yekka eshiklarimiz ham, yorma eshiklarimiz ham, bularni dugalarni ko'rsangiz ham, bu boshqa odamniki, bu o'zgarish kiritib qo'yibdi dugalarni. Dugalari 2,4 likda ishlangan, nijvekalari kattaroq. Arka tarafını yine ekrana tıklatmış. İçinde bir şurup bilinmiyor. Ekkel sesini eşittim mi? Hem yerine şumkul var. Kuru ortasına vurulmasın bana. Köpçilik soruyordu komentariyada. Kuru ya kol bilen urup takılatadı yerine basada ekenler. Onu diyeyim. Yo'q, bizda xolasangiz ochib ko'rsatamiz, xolasangiz ishimizga ishonch hosil etib, to'shib ko'rsatamiz. Любой joyini, profillarni ochib, steklovatda qiladi bizda. Hamma joyini shuncha bosiladi. Aynalar ham Ford etib xolasangiz gul ayna solib beramiz, xolasangiz Ford etib o'zini rangini moslab aynalarni ham solib beramiz. Bu yana adinamli birlashishimiz. Bular ham hamma yerda shuncha bosilgan. Klientimiz aytdi, oddiy forma bo'lsa kerak, hashamat shartdan asmoqda edi, shuning uchun oddiy abnashliklardan ishlab berdik. Bu oddiy emas, asimkoyning listdan bekilgan, prosti ko'rinish modasi obishli variantda bekildi-da. Do'stlar, endi sizlarga aytib skidga qo'yib beraman dedim. Xudo xolasa bir plan joyni narsasini buyuradigan bo'lsalar, xudo xolasa bir joyini boyni eshigini bonus etib beraman. Shuning ichida o'rnatib beramiz.
Bizlarni faqat podpischilar uchun. Kanala abone bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Ana bir dana vannasini oynasini ham qo'yib qo'yamiz. Bir portishka bilan bir vanna eshik. Shu bonuslardan unumli foydalanib qolib, shu eshik izlab yurgan, eshik qidirib quraman degan odamlara ag'ayni qatnashtirgani jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa ular ham shu ikkaladan foydalanib qolsinlar. Kvadratidan ham qaytib beramiz. Общий pulni ham kelishtirib ustunda birinchi qo'l xudo xolasa kelishtirib qardana ishlab beramiz. Bu faqat shu bayram arafasida bo'ladi. Shundan foydalanib qolinglar. Yaxshi sog' bo'ling. Xudo xolasa ilk bora ham ko'ramiz.